Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum Müslüman birodarlar. Mana bu bir nima odam avliyo sifat odam ekan. Bir daraxtda kelib dam olayotgan ekan. Qarasa bitta qush juda zo'r sayrayotgan. Mahliyo bo'lib eshitib turgan ekan. Bir otliq o'tib qolibdi. Otliqda nima qilibdi? O'sha yerga nima qilib tashlab ketdi, go'ng tashlab ketibdi-da. O'shanda hali sayrayotgan qush darrov tushdi-da, hali ichida donlar bor ekan, terib yeyishni boshlabdi. Hali qushga rosa havas qilib turgan, hali nima avliyo odam ko'ngli aynib ketdi. Ey shu buni sayrashini qarab shunaqa deb bera deb. Keyin uxlab qolibdi. Uxlab qolsa tush ko'ribdi. Tushida shunaqa avliyo odamga ham shuna tush ko'radi. Ovoz kelibdi. Sen hali qushni ko'rding-a, shunaqa nima qilganini. Shu sayragandan mahliyo bo'lding-a. Ana go'ngni tikanda yomon ko'rib qoldingmi? Biz hazar qildingiz ha debdi. U debdi, oxirgi zamon mullalari debdi. Muovizi, mufti, qozi, masjid imomlar. Ular shunaqa zo'r sayraydi debdi. Keyin debdi, agar shunaqa don najosat ichida olsa ham terib yegandek, shu harom uylarga borib yeyishim yeyveradi debdi. Xuddi o'sha nimasi edi, sen ko'rsatay deb shuni ko'rsatib nima qiluvdim debdi. Shunaqa ko'rsatib qo'ydim debdi. Hozirgi mahalda o'sha domlalar xuddi shunga o'xshaydi-da. Ularni yeyotgan narsasi o'sha don, lekin u najosat ichida. Najosat ichida don. O'shani yeganda najosat qo'shib yeydi. Tasavvur qiling. Bir kambag'al odamlar ehson qila olmaydi, boylar qiladi. Yine kambag'allar qilib o'rganda ham bu yerga domlalar uncha borib o'tirmaydi. Sababi u yerga borganda mundaychasi aytganda, hali qilgan ishim uni cho'milganim yaramaydi degandek gap bo'lyapti-da, bu bormaydi qo'ya deb boylarga boradi. Borganda u hali najosat ichida qo'shib yeydi. Hozirgi mullalar shunaqa bo'lib qoldi. Mana prezident iftor qilib berdi. Cho'ntagidan qildim uni, o'g'irlab xalqnikini olib ashida qilib, mana prezidentimiz dedi, shunaqa ehson qilib berdi dedi. O'tirishdi odamlar. Shuni singari hozirgi domlalar shunaqa harom yeydigan bo'lib qoldi-da. O'sha qushni qarang. Endi nimadan biror yerda agar prokurormi, sudmi, kim bo'lsa ham, qaysi bir amaldor bo'lsa nima qiladi? Pora olmay qo'ymaydi. Haqni o'g'irlaydi. Mana ko'rdinglar, ko'prikda ham yutib yuborishibdi. Hali general rosa katta o'g'irlabdi. Mana u ham general ham ehson qilib turgan odamlar borib turganda. Shuning uchun o'sha domlalar nimaga bor shunaqa ehson bo'lgan joyga borganda shuni yegan bilan baravar bo'ladi. Keyin uni ehsonni asha bir kambag'al odam qila olmaydi, qo'lida bor odam qila olmaydi. Shuning uchun mo'lada haligi eplab o'sha moda o'pagandan keyin o'shani qilishga majbur bo'lib, shu haligi kambag'allar ham qiladi. Lekin kambag'allarga borganda imomlar o'zini yordamchisini jo'natib yuboradi. Ular shunaqa bo'xti ichida bo'lsa ham doni ko'pdan oladi. Hozirgi domlalar xuddi shunaqa, shuni harom yegani uchun ularda ma'ruzasi ham o'tmaydi, o'zlarida iymon degan narsa yo'q. Shuning uchun muofiqchilik ko'payishi o'shandan bo'lyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.